Qozog'istonning tunji prezidenti Nursulton Nazarboyev tuyuqsiz istiqo berdi. Uning vazifasini 2020 yilgacha parlament raisi Qosim Jomart To'qayev o'taydi. Nazarboyev televiziyada so'z qilib, o'zim uchun qiyin bir qaror chiqardim dedi. Nazarboyev Davlat bexatarlik komiteti va parlamentda ko'p sonliqni egallaydigan Nur Otan partiyasidagi raislik vazifasini davomlashtirganligini aytdi. Bu haqda ko'z qarashlarini bildirgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujallil Qarqash apandi Nazarboyevning atrofidagi cho'ng davlatlarga qarshi tuyuqsiz o'limdan keyin o'tirg'i chiqish ehtimoli bo'lgan qalaymaqonchilikdan andish qilib bu qarorni chiqarganligini bildirdi. Qarqash yana Qozog'iston zamin jihatda bir cho'ng davlat bo'lib qolmasdan bir tarafida Rossiya, yana bir tarafida bo'lsa Xitoy bor. Qazilma boyliqlari jihatda mo'l bir davlat. Shuning uchun Nazarboyevning tadbirlik bir shaklda istiqo berishi qo'rqidek bir ish emas. Saq vaqtida o'rniga o'ltiradigan bir kishini ko'zitish maqsadida chiqarilgan bir istiqo qaroridir dedi. Xitoyning Qozog'istondagi yerlik hamtomoqlarining 15-mart kechasi Serjan plajini elib qochmoqchi bo'lganligi o'tirg'i chiqdi. Qozoq xabar agentligining xabar qilishicha, kimligi noma'lum kishilar ostonda nazarbat ostida turayotgan Serjan plaj o'g'lini jiddiy qutqizish avtomobili orqali elib qochishga uringan. Uyg'ur faoliyatchi Amerika Tashqi ishlar ministrida Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Uyg'ur faoliyatchi Ömer Qanat Amerika Tashqi ishlar ministrligida muhim uchrashuvlarda bo'ldi. U Tashqi ishlar ministrligi doiralariga Sharq Turkiston vaziyati haqida ma'lumot berdi. Eron Pokiston chegarasiga 950 kilometr sim to'r tortildi. Pokiston armiyasi janubiy qism qo'mondoni general Osim Salim Bajova kelar haftadan boshlab 950 kilometr Eron Pokiston chegarasiga sim to'r tortadiganligini bildirdi. Quvatta shahrida bir yig'inga qatnashgan Bajova chegara boshqarish va bexatarlikning Balojiston shundaqla butkul Pokistonning bexatarligi uchun muhim ekanligini ta'kidladi. Amerika Moliya ministrligi Venezuela qizilma shirkati Minerva'ga qarata yangi bir embargo yurgizdiganligini uqtirdi. O'zini vaqtli prezident e'lon qilgan parlament a'zosi Juan Guaidoni qo'llagan va Venezuela prezidenti Maduro'ni e'tirof qilmaydigan Amerika hukumati yangi bir embargo qarori chiqardi. Amerika bundan burun Venezuelaning neft va tabiiy gaz shirkati PDVSAga embargo yurgizgan edi.